Bu dunyoda katta bir magazinga, supermarket, mana hozirgi kunda katta korzinka magazinlari bor. Shunaqa magazinga o'xshataman. Sababi shuki, o'sha magazinlarga kirganingizda avvalo qo'lingizga bir o'sha maxsus setka idishlarni beradi. Xarid qilgan narsalaringizni solishligi uchun. Setka idishda yetalab yurgan holda barcha narsalarni olasiz. O'zingizga kerakli hamma narsani olasiz. Foydalanadigan barcha narsangizni olasiz. Nafsiz kusagan hamma narsani olasiz. Barcha narsalarda kerakli narsalar sevatchaga solganingizdan keyin kassir tomon, o'sha magazin kassasi tomon haydab borganingizda kassir birma-bir narsalaringizni ko'rib olib, shotdan o'tkazib, qancha summa bo'lganini aytadi va siz shu summani bir tiyingacha qoldirmasdan hammasini to'lab o'sha kassadan o'tasiz. Bu dunyo ham shunaqada, xohlaganingizcha yashang, xohlaganingizni qiling, kayf qilasizmi, boshqa qilasizmi? Xohlagan narsangizni oling va yana oxiri o'sha kassaga siz ham duchor bo'lasiz. Bu dunyoda ham o'sha kassasi bor. Nima narsa qilsangiz, nima narsa nafsingizga, nima xohlasa shu ishlarni qilgan bo'lsangiz, o'sha nafsingizga xohlab ishlayotgan narsalaringizni barchasini pulini to'laysiz. Bu dunyo ham shunday. Xohlaganingizni qiling, xohlagan ishingizni qiling. Oxir oqibat hisob-kitobga duchor bo'lasiz. Kassaga pul to'laysiz. Men nima demoqchiman, hozirgi kunda o'sha birovni haqqini yeyotganlar, birovni otib ketayotganlar, men otib qo'ydim bo'ldi, yo bo'lmasam puliga yedirib qo'yayotganlar bor hozir. Shular bo'ldi, endi yedirib qo'ydim deb o'ylayapti. Oxir oqibat ularni o'zlari ham hammasi o'sha kassaga duchor bo'ladi. Alloh shunday qiladiki, u dunyoga olib ketishdan oldin barcha qilgan xato, kamchiliklaringiz, yaxshiliklaringiz hammasini shu joyda o'zi yechib oladi chiroyli qilib. Qilgan gunohlaringiz bo'lsa, o'shanga yarasha jazosini olib, qilgan ishlaringizga pushaymon bo'lasiz. Tozalab siz u dunyoga olib ketadi. Gap qisqasi, nima qilsak qilaylik, baribir o'sha kassaga uchrab, bir tinigacha qo'ymasdan, to'lamasdan bu dunyodan o'tmaymiz. Hammasini to'ladi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. O'sha olayotgan narsalarimizni ham bir hisob-kitobini bilib qo'yaylik. Oxir oqibat kassirni yoniga borganda to'lashga qurbimiz yetadimi, yo'qmi? Qurbimiz yetmaydimi, qilgan ishimizga javob bera olmaymizmi? Demak, qilmaslik kerak. Rahmat e'tibor uchun.